Salom, hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, hatto aytish mumkinki, ko'plab yurtdoshlarimiz uchun qattiq zarba bo'lishi mumkin bo'lgan xabarni bo'lishmoqchiman. Ayniqsa, bu xabar pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yoki allaqachon pensiyada bo'lgan, lekin pensiyasini qayta hisoblashni kutayotgan insonlarni befarq qoldirmaydi. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Bu mavzu har biringizga, ota-onangizga, bu va buvingizga bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumotni o'tkazib yuborish juda katta xatolik bo'ladi. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu muhim xabarni boshqalarga ham yetkazishimizga yordam bering. Chunki bugun gaplashadigan mavzumiz pensiyalar hisob-kitobidagi jiddiy o'zgarishlar va ular nimalarga olib kelishi mumkinligi haqida. Muammoning mohiyati shundaki, pensiya ta'minot tizimida, xususan pensiyani hisoblashda ish stajini tasdiqlash va ish haqi ma'lumotlarini aniqlash bo'yicha yangi keskinroq qoidalar kuchga kirdi. Ilgari ko'plab hollarda pensiya fondlari ayrim hujjatlardagi kamchiliklarga ko'z yumib, fuqarolarga yordam tariqasida, hatto noaniq ma'lumotlar asosida ham pensiya tayinlashga harakat qilgan. Masalan, ish joyidan ma'lumotnoma berishda qiyinchilik tug'ilsa, arxivlardan ma'lumot topish imkoni bo'lmasa, ba'zi holatlarda guvohlarning ko'rsatmalari ham inobatga olinardi. Yoki ayrim tadbirkorlik subyektlarida yashirin iqtisodiyot tufayli ish haqi rasman past ko'rsatilgan bo'lsa ham, ba'zi mexanizmlar orqali, masalan, minimal ish haqi asosida yoki qo'shimcha hujjatlar talab qilmasdan pensiya hisoblash imkoniyatlari mavjud edi. Aslida bu aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan amaliyot edi. Endilikda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatning yangi farmoni va tegishli normativ huquqiy hujjatlarga muvofiq pensiyani hisoblash uchun taqdim etiladigan har bir hujjat, har bir ish davri, har bir ish haqi miqdori eng kichik detallarigacha qat'iy va so'zsiz tasdiqlanishi shart. Agar sizning ish stajingizdagi biror davr, hatto bir necha oylik bo'lsa ham, tegishli tartibda rasmiylashtirilmagan yoki tasdiqlovchi hujjatlar yetarli bo'lmasa, u ish stajiga kiritilmasligi mumkin. Xuddi shunday, pensiya hisoblash uchun eng maqbul deb hisoblanadigan 5 yillik ish haqi miqdori to'liq va shubhasiz tasdiqlanmasa, uning o'rniga avtomatik ravishda minimal ish haqi miqdori qo'yiladi. Tasavvur qiling, siz 30 yil davomida yaxshi maosh olib ishlagansiz. Lekin aynan pensiya hisoblash uchun eng foydali bo'lgan 5 yillik davrdagi maoshingiz haqidagi hujjatda kichik bir xatolik tufayli yoki ish beruvchi o'sha vaqtda ma'lumotni to'g'ri taqdim etmagani uchun sizning pensiyangiz minimal ish haqidan kelib chiqib hisoblanib qolishi mumkin. Bu esa tabiiyki siz kutgan pensiya miqdoridan ancha past bo'lishiga olib keladi. Bu esa juda yomon xabar. Keling, bu o'zgarishlarning tub mohiyatini batafsil ko'rib chiqamiz. Asosan pensiya miqdori ikki asosiy omilga bog'liq: umumiy ish staji va ish haqi. Bu ikki omilning har birida yangi qoidalar qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushunishimiz kerak. Birinchidan, ish staji. Kim tashvishlanishi kerak va kimga bu qoidalar unchalik ta'sir qilmaydi? Agar siz butun umr davlat tashkilotlarida rasmiy ravishda mehnat daftarchasi bilan ishlagan bo'lsangiz, ya'ni shifoxonada, maktabda, zavodda yoki davlat idorasida va har bir ishga kirish, ishdan bo'shash haqidagi yozuvlaringiz aniq va to'g'ri yozilgan bo'lsa, siz unchalik tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Chunki sizning ma'lumotlaringiz e-mehnat tizimida raqamlashtirilgan bo'lib, bu ma'lumotlar avtomatik ravishda tekshiriladi va tasdiqlanadi. Muammo shundaki, e-mehnat tizimi nisbatan yaqinda joriy etilgan, ya'ni 2019 yildan keyingi ma'lumotlar to'liq bo'lishi mumkin. Undan oldingi davrlar haqida-chi? Ayniqsa 2005 yilgacha, ba'zan hatto 2010 yillargacha bo'lgan davrdagi ish staji bilan bog'liq muammolar ko'p uchraydi. O'sha davrlarda ba'zi korxonalar, ayniqsa kichik xususiy firmalar yoki kooperativlar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlarni rasmiyatchilik bilan yuritmasdi. Yoki mehnat daftarchasiga yozuv tushirilgan bo'lsa ham, kadrlar bo'limi xodimi buni noto'g'ri rasmiylashtirishi, masalan, korxona nomini to'liq yozmasligi, shtabni noto'g'ri bosish yoki buyruq raqamini ko'rsatmasligi mumkin edi. Bugungi kunda bu kichik xatolar sizga juda qimmatga tushishi mumkin. Chunki endilikda pensiya jamg'armasi xodimlari bunday yozuvlarni qabul qilmaydi va sizdan shu davrga oid qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, o'sha korxonadan buyruq nusxalari yoki arxividan ma'lumotnoma talab qiladi. Tasavvur qiling,
2000 yilda yopilib ketgan korxonaning arxivini topish, undan ma'lumotnoma olish qanchalik qiyin bo'ladi? Misol bir Olima opa 1938 yilda tug'ilgan, 2023 yilda pensiyaga chiqqan. Uning mehnat daftarchasida 1995 yildan 2000 yilgacha Bahor xususiy korxonasida ishlaganligi haqida yozuv bor. Ammo yozuvda buyruq raqami va sanasi to'liq ko'rsatilmagan. Faqat ishga qabul qilindi va ishdan bo'shatildi degan yozuvlar mavjud. Avvalgi qoidalarga ko'ra bu yozuv umumiy ish stajiga kiritilardi. Biroq yangi qoidalarga ko'ra Olima opadan ushbu davrni tasdiqlovchi hujjat talab qilindi. Bahor korxonasi esa 2003 yilda bankrot bo'lib, faoliyatini to'xtatgan. Arxivga topshirgan, topshirmagan noma'lum. Endi Olima opa o'sha 5 yillik stajni tasdiqlay olmagani uchun uning staji 5 yilga qisqarib, pensiya miqdori taxminan 25% ga kamayishi mumkin. Uning asosiy pensiyasi masalan 2 million so'm bo'lsa, endi 1 million 700 ming so'm atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu har oy uchun sezilarli farq. Ikkinchidan, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdorini hisoblashda eng muhim qism bu oxirgi yillikdagi istalgan 5 yilning uzluksiz ish haqi ma'lumotlaridir. Ya'ni siz pensiyaga chiqishdan oldingi eng yaxshi maosh olgan 5 yillik davrni tanlashingiz mumkin. Lekin bu yerda ham yangi qoidalar, qattiq cheklovlar qo'yadi. Agar sizning ish haqi ma'lumotlaringiz elektron bazada, masalan, soliq tizimi orqali mavjud bo'lmasa, sizdan asl nusxadagi ish haqi ma'lumotnomasi talab qilinadi. Bunda ma'lumotnomaning har bir qismida, har bir oy uchun ish haqi miqdori aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Agar ma'lumotnomada biror oyning ish haqi bo'sh qoldirilgan bo'lsa yoki o'rtacha degan so'z ishlatilgan bo'lsa, u qabul qilinmaydi. Misol 2. Akmal aka 1963 yilda tug'ilgan, 2022 yilda pensiyaga chiqqan. Uning eng yuqori ish haqi 1990 yildan 2003 yilgacha bo'lgan davrga to'g'ri kelgan. O'sha paytda u xususiy ishlab chiqarish korxonasida usta bo'lib ishlagan va yaxshi maosh olgan. Ammo korxona rahbari pulni asosan konvertda bergan va rasmiy ish haqi minimal darajada ko'rsatilgan. Akmal aka pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida undan o'sha davrdagi ish haqi to'g'risida tasdiqlovchi ma'lumotnoma so'ralgan. Korxona esa hali ham ishlayotgan bo'lsa ham, bu ma'lumotlarni faqatgina rasmiy ravishda o'tkazilgan ish haqi asosida bera olgan. Bu esa minimal ish haqi miqdoriga yaqin bo'lgan. Natijada Akmal akaning pensiya miqdori kutilganidan 2 barobar kam chiqdi. Agar u kutganidek oyga 2 million so'm pensiya olish kerak bo'lgan bo'lsa, endi 2 million so'm atrofida olmoqda. Bu katta farq, chunki eng yaxshi ish haqi davri hisobga olinmadi. Uchinchi muhim jihat bolalar parvarishi bo'yicha va ta'lim davri. Ilgari ayollar uchun bola parvarishi bo'yicha ta'til muddati odatda 3 yilgacha ish stajiga qo'shib hisoblanardi. Talabalarning oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qigan davri ham ish stajiga kirishi mumkin edi. Endi bu qoidalarda ham aniqlik kiritildi va ba'zi cheklovlar paydo bo'ldi. Masalan, bola parvarishi bo'yicha ta'til muddati faqatgina bola 3 yoshga to'lgunga qadar, agar bola onaga qadar tug'ilgan bo'lsa. Avvalgi ish joyidan tasdiqlanadigan bo'lsa, stajga qo'shiladi. Agar ayol bola parvarishi davrida rasmiy ishdan bo'shagan bo'lsa, uning bu davri stajga kiritilmaydi. Talabalik davriga kelsak, bu ham ma'lum shartlar bilan, masalan, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'langan bo'lsa, stajga kiritilishi mumkin. Bu esa ilgari juda kam talab qilinadigan shartlar edi. Misol uchun, Dilfuza opa 1970 yilda tug'ilgan. Uning 1992 yilda tug'ilgan qizi bor. Dilfuza opa qizi 30 yoshga to'lguncha, ya'ni 2001 yilgacha bolalar parvarishi ta'tilida bo'lgan. O'sha paytda u kichik xususiy korxonada ishlagan va korxonadan buyruq bilan ta'tilga chiqqan. Hozir u pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirganda, uning bolalar parvarishi davri uchun stajni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilingan. Korxona bankrot bo'lganligi sababli bu ma'lumotlarni topish juda qiyin bo'ldi. Natijada Dilfuza opaning o'sha 30 yillik staji hisobga olinmasligi mumkin. Bu ham uning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi esa istisnolar, noaniq nuanslar va e'tibor berish kerak bo'lgan jiddiy holatlar haqida gaplashaylik. Birinchi istisno: maxsus sharoitlarda ishlagan fuqarolar. Agar siz og'ir, zararli yoki xavfli mehnat sharoitlarida ishlagan bo'lsangiz va maxsus pensiya imtiyozlariga ega bo'lsangiz, masalan, konchilar, kimyo sanoati ishchilari, temirchilar va hokazo, sizning ish stajingizni tasdiqlashda nisbatan yumshoqroq yondashuv bo'lishi mumkin. Ammo bu ham har bir holatda individual ko'rib chiqiladi. Buning sababi bunday kasblarda ishlaganlarning mehnat daftarchasidagi
Yozuvlar ko'pincha aniq va tartibli bo'ladi. Chunki bu kasblarning o'zi maxsus nazorat ostida bo'lgan. Biroq agarda siz kichik xususiy korxonada xavfli ishlarda ishlagan bo'lsangiz va bu rasmiyatchilik bilan to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, siz ham yuqorida aytilgan muammolarga duch kelishingiz mumkin. Ya'ni kasbning o'zi imtiyozli bo'lishi mumkin, lekin uni tasdiqlovchi hujjatlarning to'liq emasligi muammoga olib keladi. Ikkinchi noaniq nuanji pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasi va e-mehnat tizimi. Pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida 2005 yildan keyingi davriga oid ma'lumotlar asosan to'liq va raqamlashtirilgan bo'lishi kerak. Sababi bu davrdan boshlab ish beruvchilar soliq organlariga va pensiya jamg'armasiga ma'lumotlarni muntazam ravishda taqdim eta boshlagan. Agar sizning pensiya hisobingizga tushumlar to'g'ri aks ettirilgan bo'lsa, sizning ish stajingiz va ish haqingiz avtomatik tarzda tasdiqlanadi. Ammo agar sizning ish stajingizning katta qismi 2005 yilgacha bo'lgan davrga to'g'ri kelsa, unda yuqorida aytilgan muammolar sizga tegishli bo'ladi. Xuddi shunday. E-mehnat tizimida 2019 yildan keyingi davr uchun ma'lumotlar aks etgan. Bu degani ushbu sanadan keyin ish boshlagan yoki o'z faoliyatini davom ettirgan fuqarolar uchun ma'lumotlarni tasdiqlash ancha oson kechadi. Xususiy muammo eski staj va eski ish haqini tasdiqlashda yuzaga keladi. Uchinchi muhim holat xorijda ishlagan davrlar. Agar siz xorijda ishlagan bo'lsangiz va O'zbekiston bilan tegishli xalqaro shartnomalar imzolangan mamlakatlarda rasmiy ravishda faoliyat olib borgan bo'lsangiz, bu davrlar ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Biroq bu yerda ham shartnomaning shartlari va tasdiqlovchi hujjatlarning to'g'riligi juda muhim. Masalan, Rossiya Federatsiyasida ishlagan bo'lsangiz, Rossiya pensiya fondidan rasmiy ma'lumotnoma va tegishli hujjatlar talab qilinadi. Bunday holatlarda pensiya jamg'armasi sizning hujjatlaringizni yanada qat'iyroq tekshirishi mumkin. Chunki xalqaro hujjatlar bilan ishlash qo'shimcha tekshiruvlarni talab qiladi. Shuning uchun xorijdan kelgan hujjatlarning rasmiy apostol qo'yilgan yoki konsullik tasdig'iga ega bo'lishi juda muhimdir. Oddiygina ish beruvchining xati yoki shartnoma yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-chi noaniq nuansa. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va fermer xo'jaliklari a'zolari. Bu toifadagi fuqarolarning pensiya staji asosan soliq organlariga to'langan ijtimoiy soliq to'lovlari asosida hisoblanadi. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan bo'lsangiz va belgilangan tartibda ijtimoiy soliq to'lovlarini to'lagan bo'lsangiz, sizning stajingiz bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Ammo agar sizning faoliyatingizda to'lovlar muntazam bo'lmagan bo'lsa yoki norasmiy daromadlar ustunlik qilgan bo'lsa, sizning stajingizda uzilishlar paydo bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ayniqsa, fermer xo'jaliklari a'zolari uchun eski kolxoz davridagi stajni tasdiqlashda ko'plab muammolar uchraydi. O'sha davrda hujjatlar, ayniqsa mehnat haqi bo'yicha ma'lumotlar tartibli yuritilmagan bo'lishi mumkin. Endi bu borada ham qat'iy tekshiruvlar joriy etilgan. Endi esa eng muhim qism nima qilish kerak? Bu yangi qoidalar sizga ta'sir qilmasligi uchun yoki ta'sirini kamaytirish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yish kerak? Birinchi qadam. Mehnat daftarchangizni va boshqa hujjatlaringizni diqqat bilan o'rganib chiqing. Har bir ishga kirish va ishdan bo'shash yozuvlarini tekshiring. Korxona nomi to'liq yozilganmi? Shtamp bosilganmi? Buyruq raqami va sanasi ko'rsatilganmi? Agar bularning birortasida kamchilik bo'lsa, darhol choralar ko'rishni boshlang. Ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrdagi yozuvlarga e'tibor bering. Barcha yozuvlar aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar siz bir necha joyda ishlagan bo'lsangiz va mehnat daftarchangizda qayta yozuvlar bo'lsa, har bir yozuvni alohida ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga oldindan murojaat qiling. Agar pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, pensiyaga chiqishingizdan 1-2 yil oldin yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ulardan sizning ish stajingiz va ish haqi ma'lumotlaringiz bo'yicha oldindan maslahat oling. Hujjatlaringizni ko'rib chiqishlarini so'rang va qanday muammolar bo'lishi mumkinligini aniqlab oling. Bu tekshiruv deb ataladi. Ular sizga qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjatlar talab qilinishini aytadi. 3-qadam, yetishmayotgan hujjatlarni to'plashni boshlang. Agar sizning ish stajingizda bo'shliqlar yoki noaniqliklar aniqlansa, korxonaning o'ziga murojaat qiling. Agar korxona hali ham mavjud bo'lsa, ularning kadrlar bo'limidan ishga kirish va ishdan bo'shash
haqidagi buyruqlarning nusxalarini yoki mehnat faoliyatingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomani oling. Ulardan ma'lumotnomani imzolashda va muhr bosishda barcha qoidalarga rioya qilishlarini talab qiling. 2 arxivlarga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning arxivlari tegishli davlat arxivlariga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivlardan kerakli ma'lumotnomalarni olishga harakat qiling. Bu uzoq va murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ishni kechiktirmang. Sudga murojaat qiling, agar boshqa yo'l qolmasa. Ish stajini sud orqali tasdiqlashingiz mumkin. Buning uchun siz o'sha korxonada birga ishlagan guvohlarni topishingiz kerak bo'ladi. Guvohlarning ko'rsatmalari agar boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, sud tomonidan inobatga olinishi mumkin. Ammo bu eng oxirgi chora, chunki u vaqtda pul talab qiladi. 4-qadam, ish haqi ma'lumotnomalarini qayta tekshiring. Pensiya uchun eng foydali bo'ladigan 5 yillik davrdagi ish haqi ma'lumotnomalarini qayta tekshiring. Ma'lumotnoma korxonaning asl blankasida berilishi, direktor va bosh buxgalter tomonidan imzolanishi, muhr bilan tasdiqlanishi shart. Har bir oy uchun ish haqi miqdori aniq raqamlarda ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar ilgari olingan ma'lumotnomada kamchiliklar bo'lsa, korxonadan yangisini olishga harakat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning arxividan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni qidirib toping. 5-qadam. Ijtimoiy to'lovlar holatini tekshiring. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va fermerlar uchun. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor yoki fermer xo'jaligi a'zosi bo'lgan bo'lsangiz, soliq idorasidan barcha ijtimoiy to'lovlar o'z vaqtida va to'liq to'langanligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma oling. Agar qarz yoki uzilishlar bo'lsa, ularni bartaraf etish choralarini ko'ring. 6-qadam, e-mehnat tizimidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozirda har bir fuqaro o'zining e-mehnat tizimidagi shaxsiy kabinetiga kirib, mehnat faoliyati haqidagi ma'lumotlarni ko'rishi mumkin. Agarda sizning ma'lumotlaringizda xatolik yoki uzilishlar bo'lsa, ish beruvchingizga murojaat qilib, ularni tuzatishni talab qiling. Bu kelajakda katta muammolarning oldini oladi. 7-qadam, malakali yuristga murojaat qiling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, ko'plab hujjatlar yo'qolgan bo'lsa yoki korxonalar yopilgan bo'lsa, pensiya huquqi bo'yicha mutaxassislashgan malakali yuristga murojaat qilishdan tortinmang. U sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi va zarur hollarda sud orqali huquqlaringizni himoya qilishda yordam berishi mumkin. Ba'zida advokatning to'g'ri maslahati sizni katta miqdordagi pensiyadan mahrum bo'lishdan saqlab qolishi mumkin. Hurmatli do'stlar, men sizga bugun aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Pensiya masalasi har bir insonning hayotida juda muhim o'rin tutadi. Bu sizning yoshi ulg'ayganingizdagi hayot sifatingizni belgilaydi. Shuning uchun bu masalaga jiddiy yondashishingizni va yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qilishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni hozirdan tartibga solishga kirishing kech bo'lmasdan oldin. Bu sizning kelajagingiz uchun qilinadigan eng to'g'ri investitsiya. Umid qilamanki, ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Sizda ham shunga o'xshash muammolar bormi? Fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.